Davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresimizga olib kelgan mebellarimizni deyarli bitkazib bo'ldik. Bugungi adres Samarqand shaharining o'ziga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa qilib tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Shkafimiz salkam uyning razmeriga moslab yasalgan shkaf. Mana bu tepa qismlarini ham endi patologgacha emas, balandroq qilib yasab berdik. Mana bu ichki holati. Endi ichki ko'rinishini aytsak, mana bu uzun kiyimlar uchun mana bu tomoni, narigi tomoni ikkiga bo'lingan, xuddi shu. Tomon ikkiga bo'lingan, u razmeri kattaroq kiyimlar uchun. O'rta qismi polka. Mana bu o'rta qismi polka. Shkafimiz rangida tanlovlar bor. Eshiklar vakuumda. Endi divanga kelgan bo'lsak 270, 210 ga 170. Matras razmeri, bu matras emas, displey qilib yasab berdik. O'rtadan bo'linadi, ochiladi mana bu tomoni. Tumbalari o'rta holatda, tumbalari ham. Tremosga keladigan bo'lsak 4 ta tortma, mana bu yerda eshikchasi bor. 3 ta polkasi. Uyga tushgan holati mebelimizni bizning adres Jizzax shahar, biz bilan bog'lanib, zakaz berish uchun 95226 raqamlariga Telegram orqali ham zakaz berishingiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqishingiz ham mumkin.